Egilik başqurish melodiyasi nomliq kitobdan ilingan iqtisodga va sog'lomlikqa oid ikki parcha yozma. Token egiligi. Token egiligining nima ekanligi haqida so'z boshlashdan burun o'qirmanlarga oliy maktab hayotimdagi kompyuterga aloqador hikoyalardan ariya sunishni to'g'ri ko'rdim. 80-yillarning oxiri va 90-yillarning boshlarida oliy maktabda o'qigan kishilarning bo'libmi, tabiiy fan o'qiganlarning aslida o'zlarining Pascal va Kabul qatorliq kompyuter tillari haqida dastlabki savodlarni o'rganganlik xotirasi cho'qim bor. Ammo iqtisod kasbining o'quvchisi bo'lgan mening esimda eng aniq qolgani sonliq ma'lumotlar ombiri degan dars bo'lib, uni bizga hisoblash markazida o'qituvchi bo'lgan, Fayzovat shevasini yo'qotmagan, xushfe'l, o'ttir yoshliq Tursun ismli bir muallim o'tgan edi. Biz bu darsning sharoitida tunji qitim maktabning kompyuter hisoblash markaziga berib, xuddi kompyuterga odamlardan virus yuqib qolmasin degandek oyoqlarimizni almashtirib, putlarimizga lata oyoq kiyib kirgan edik. U darsni bak a'lo o'qib ketmadim. Mavsumlik natijam 86 mo aytavr shundaqroq chiqqan edi. Chunki men ismlarimiz, jinsimiz, millatimiz, tug'ilgan kunimiz, fakultetimizning ismi degandaklarni kompyuterga xitoycha kirgizib, uning natijasini ekranda ko'rishga, kirgizgan uchurini saqlashni o'rganishga toza taqat qilib bo'la olmadim. Bu xitoycha xatlarning to'g'risini tepib yotkash knopkasini, qaytirish ham kirgizish knopkasini misildab ishlatishdan ichim pushib ketgan edi. Ham yana fakultet degan gapni shahar deb kirgizib qo'yib, ikkinchi qatim Shanxo paranga qolmay debmi ehtiyot qilatdim. Shunda qilib kompyuter bilimlarini o'rganishga toza ishtiyoqim tushmadi. Ko'ngil tushmagan har qanday ish natijalik bo'lmaydi albatta. Biroq shu chaqda yoshliqlik, tantaglik qilgan, yiroqni ko'ra olmagan ekanman. Shu mezgillarda men hozir Xitoyning Davlatlik Fanlar akademiyasining akademiki bo'lgan professor O'shir Islom apandining aspirant o'quvchisi Dilshod Yevzillardan 1990 yilining boshlarida paydo bo'layotgan kompyuter yengiliklari bo'libmi, 3W bilan boshlangan internet haqida so'rag'inimda uning mundaq degani esimda. Kompyuter ilmining hozirgi taraqqiyotdan qaraganda uning istiqboli cheksiz bo'ladi deb o'ylayman. Bo'libmi, internet to'ri xuddi nurg'un boyliqlarni qo'yniga olgan cheksiz bir okeanga o'xshaydi-ki, uningda nurg'un narsa bo'ladi. Ham uningdan o'zga nemining lozimligini izlashni bilgan odam shu narsani topa oladi. Bu yozmoq qistirma. Dilshod Yevzillar mening taklifim va o'rlashtirishim bilan oliy maktabda tunji rat kompyuter ilmlari bo'yicha tarbiyalash sinfiga dars o'tgan bo'lib, Uyg'ursoft shirkatining qurg'uvchisi Olim Ahad shu sinfning tunji qarorli o'quvchisi edi. Dilshod Yevzillar ham mening Tarim jurnalida e'lon qilingan Xantangri adabiyot mukofotiga erishgan Mangulik yoshlik 2 nomli adabiy axborotimdagi shaxs. Hozir o'ylasam, buningdan uzun yillar ilgari Dilshod Yevzillar kompyuter texnikasining dunyoga ilib kelgan yengilliklarini to'g'ri qiyos etgan. Dilshod internetning nimaligini menga tushuntirgan shu vaqtda hozir dunyodagi oldingi qatordagi milliarderga aylangan Mayun texi San Fransiskodagi qahvaxonada kutkichi qizdan Alibabani anglaganmisan, u haqda nimani qilsan deb so'ramagan. Ammo internetga qiziqishga boshlagan chaqlar edi. Mutaxassislar shu chaqlarda paydo bo'lishga boshlagan internet texnikasi orqali kishilarning ko'zga yiqishliq loyihalangan to'r batlarini va ularni chekib uchur ko'ra oladigan texnikani to'r texnikasining tunji qadami deb atagan bo'lsa,
Shuningdan keyingi 10 yil ichida dunyo miqyosida tez surat ham kangri doirada maydonga kelgan ijtimoiy media, elektronlik savdo va har xil universal munbarlarni barliq keltirgan texnikani tor texnikasining ikkinchi qadami deb atashmoqda. Bu qadamda kishilar orasidagi aloqa ularning ijtimoiy aloqasidan tortib iqtisodiy munosabatlarga qo'yqlashdi. Shundaqla bu munosabatlar üçüncü bir vositaning yordami bilan mumkinchilikka aylandi. Masalan, Facebook orqali kishilar bilan uchur almashtirish, Amazon orqali kitob yoki narsa sotib olish degandek. Gerçi bu ijtimoiy va savdo tor munbarlari o'zgacha bir xil tor iqtisodiy va faoliyatlarni barliq keltirishdek alaylik ega bo'lsa-mu, ammo bu munbarlarning o'zgacha qoida va nizomlari bo'lgandan sirt, yana ular o'zlari orqali aloqa qilgan hamma kishining munosabatlik sonliq ma'lumot va uchurlarini kontrol qilib olgan. Mobada biz 1990-yillardagi internet texnikasini uchurlarni yetkazishda g'oyat zo'r bo'sish hosil qildi. 21-asrning birinchi 10 yildagi internet texnikasini kishilar bilan kishilar, iste'molchilar bilan ta'minlovchilar o'rtasidagi munosabatni tez ham tuvan tanlarlik holatda barliq keltirdi desak, navbatdagi tokenizm egiligi barliq keltirayotgan texnikani kishilar bilan kishilar, iste'molchilar bilan ta'minlovchilar va shirkatlar bilan shirkatlar orasidagi kelishim, to'xtam, qimmat almashtirishlarni texnik ilg'orlikqa va yuksaklikka ega qildi deganimizda, hargiz mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Shunaqkan o'qirmanlarning bu haqda texnik ko'p narsalarni bilgisi, yuqoridagi aytimlarning ma'nosini tushungisi kelishi muqarrar. Bu yangi texnikaning umurtqisi zanjirsimon bo'lak tor sistemasi yoki shuning o'xshash tarqoqlashtirilgan lajerlar bo'lib, kompyuter torlari bu texnika orqali sonliq ma'lumotlarni hamkorlashib idora qiladi. Bu to'g'ri qatnashuvchilar muayyan qoidalarga amal qiladi. Ularning ashu qoidalarga amal qilgan asosda aktivchanlik bilan mashg'ulot ilib berish uchun mazkur torning tokenlari tarqatib beriladi. Biz bugungi internet dunyosida o'zimizga aloqador sonliq ma'lumotlarni kontrol qila olmaymiz. Eng dastlabki internet texnikasining umumlashishidan tortib, hozirga qadar 30 yildak vaqt o'tgan bo'lsa-mu, bizning sonliq ma'lumot qurimimiz yanada yakka kompyuterning markazida saqlanganligi uchun har xil maqsaddagi tarmoqlar va shaxslar uningdan foydalanib mashg'ulot ilib beraverdi. Masalan, biz har qatim internet orqali aloqalanganimizda biz erishgan sonliq ma'lumot munosabatlik o'rinning sonliq mulozimat markaziga bir nusxa yo'llanadi. Mana bu shu yo'sinda biz bu sonliq ma'lumotga bo'lgan kontrolligimizni yo'qotamiz. Alayli, bizning banklarda hisobotimiz bo'ladi. Biz har qatim bank hisobotimizni tekshirish uchun internet orqali bu hisobotimizni ko'rgan chig'imizda bu harakatimizning butun mazmuni, ya'ni qachon, qayerda, qaysi kompyuterda, qaysi uchurga erishganligi haqidagi ma'lumot bankning markaziy sonliq ma'lumot mulozimat suhbatida xotirlanib mangadi. Biz buni elektronlik iz qoldirish deb ataymiz. Bu ay bu kunlarda bizning barliq faoliyat xotirlarimiz xususiy kompyuterimizda, yanfonimizda, kompyuter disklarida, saytimiz, mashinamiz va hattoki uydagi to'nglatqullarimizda saqlanishi mumkin. Bu ahvol nurg'un kishilarning ko'ngliga andish soldi. Chunki bizga aloqador sonliq ma'lumotlarni yig'gan, to'plagan bu kishilar va o'rinlar zodi qanchalik ishonchli. Navbatda zanjirsimon bo'lak texnikasi va boshqa tarqoqlashtirilgan lajerni o'ziga umurtqa qilib taraqqiy qilayotgan internet texnikasining kelgusi taraqqiyot istiqboli cheksiz bo'lib, xuddi moddalar atomlardan tarkib topgandek, bu internet texnikasini barliq keltiruvchi birlik dal tokendir. Bu texnika hozir to'ralma holatda bo'lib, intayin zo'raymoqda. Bu sohadagi tadqiqotchilar va olimlar bu texnikani kelgusida pul va bank sistemasi, hukumat va shirkat qatorliqlarga g'oyat zo'r yengillik va xirs ilib keladi deb qarashmoqda. Bu yerda kishilarning kallasiga token degan nima degan savol keladi. Bu so'z ingliz tilida aslida tanga degan ma'noda bo'lib, biz aytayotgan token bu yerda o'qitish shaklida qo'llanilgan.
u qandaqdir bir uskunidan yana bir uskuniga avatildigan sıfırlıq hujjat bo'lmasdan, balki ma'lum xil zanjirsimon adresga tava bo'lgan lajerga xotirlangan muomala xotirasidan iborat. Aшу adresning xususiy ochqichga ega bo'lgan kishilar zanjirsimon bo'lakning xaridori sifatida hamyon yumshoq detalni qo'llanib bu adresdagi tokenga, ya'ni muomala yoki aloqa xotirasiga ega bo'la oladi. Bu yerda shuni eskartib qo'yish zarurki, zanjirsimon bo'lak texnikasining asosiy prinsiplari o'xshash bo'lsa-mu, uni qo'llanib yangidan barliqqa keltirilgan torlarning yurishishi shu torlarni idora qilishga munosabatlik o'ziga xos tokenlarning bo'lishini shart qiladi. Masalan, Bitcoin tokeni Bitcoin zanjirsimon bo'lak to'g'ri tushadigan token bo'lsa, tarqoqlashtirilgan torning yana bir bo'lgan Ethereum zanjirsimon bo'lak to'g'rida oqadigini Ethereum tokenidir. Demak, yangi internet texnikasida tokenlarni qo'llanish torlarning kuchli ham ishonchli, tez ham qulay bo'lishini kapolatga ega qiladi. Shaxslardan tortib shirkat, idora va hukumat tarmoqlarigacha o'zlarining mashg'ulotining ishonchli ham unumli shaklda elib berilishi qiziqmaydigani bo'lmasa kerak. Mana shu vajidan tokenni asos qilgan yangi bir egilik yaratish harakatining jo'sh urib rivojlanishi oldimizda bizga qarab kelayotgan texnikalik to'lqindir. 2023 yılı yanvar. İkinci yazma sağlamlık hakkında. Kesellik sizni azaplığanda. Söyümlük ve batur kalp egillerge bağışlayman. Hayatını söyüp xoşal yaşavatqanda, bahar kelib çeçekler eşilganda, siz bu güzelliklerinin peyzini süray davatqanızda kütülmegen cudun bu xoşallıqınızını gayip qilib etişi mümkün. Bu cudun belkim siz oylap baxmağın kesellik bılışı ve yoki yıqınlarınızdan ayrılıp qilishning hasrati bo'lishi mümkün. Bununlıq bilan bahar pasli muzdek qishga aylanib, bahar çiçekleri tozib ketamdi? Yo'q. Bu keçmişler tüpayli taqdirdan ag'rinmang. O'zingizni ayblamang. Yüz beradigan ishni hech kim kontrol qilmaydi. Unda qanday qilish kerak? Reallikni qabul qilish, uningga moslashish va hayotdan umid izlash kerak. Balkim bu sizga tas kelishi mumkin. Yolg'izlik, azob, ilojsizlik, tashvish va qo'rqinch sizning soyingizda siz bilan birga bo'lishi mumkin. Bulardan qutulish ancha oson emas. Lekin siz tuvandagi usullarni qo'llanib, o'zingizni tanishsangiz, ahvolingizda yaxshilanish cho'qim yuz beradi. Har kuni amal bar yaxshi g'izalning, yaxshi taom badanning kasalga qarshi turish iqtidorini oshiradi. Har kuni dal vaqtida o'rningizdan turib, ratlik, pokiz kiyinib, o'z mas'uliyatingizni amalning barcha burunqidek bajo keltirishga tirishing. Chunki aldirashchilik va mas'uliyat tuyg'usi sizning azoblaringizni garchi bir mahal bo'lsin unutildirdi. Yaqinlaringiz, tuqqanlaringiz yoki do'stlaringiz yordam qo'lini sunsa, ikkilanmay qabul qiling. Ishonchli kishilaringizdan ikkilanmay yordam so'rang. Ba'zilarning sizga yordam qilg'isi bordi, ammo sharoit yor bermaganligi uchun vaqtincha yordam bera olmaydigandi. Bu ularning sizni unutib qolgani emas. Fursatli bo'lsa, shaxsiyatsiz holda sizga yar yurakda bo'lganligiga ishoning. Shuni o'zingizni bak yolg'iz, yo'lanchiksiz his qilmang. Chunki hammamiz hayotimizning ma'lum paytlarida yaqinlarimizning yordamiga muhtoj bo'lamiz. O'zingizni xush qiladigan faoliyatlarga davomli qatnashing, bekinib olmang. Davomli tanharakat bilan mashg'ul bo'ling. Hatto u uy ishida mengib berish va so'zlib kirilish bo'lsa-mu, hech nima qilmagandan ko'p yaxshi. Oy fikringizni, hissiyotingizni yaqinlaringiz bilan o'rtoqlashing. Lekin ular sanoqli bo'lsin. Agar bu mumkin bo'lmasa, cho'qim xotira qoldirib yezib menging. Balkim u bir obida bo'lib qilishi boshqalarga ilhom bo'lishi mumkin. İctimai hayotingizni aktiv tuting. O'ngishsizlik yoki og'riq azobi odamni qiynaydi. Bu rost. Ammo odam do'zaxga 3 kunda ko'nadi degan so'zdan insonning maslashchanligi ham chidamchanligi aks etadi. Bo'lmadi degandimi siz bugunning o'zida hayot. Shuni o'zingizni va qismatlaringizni ayblamang.
balki ularga aktiv pozitsiya bilan muomala qiling. Esingizda bo'lsin, aktiv ro'y kayfiyat sizni tushkunlik va umidsizlikning changildan tartib chiqaradigan eng yaxshi dori. Amal ba ruhiyatni g'idiqlaydigan tibbiy dorilarga ziyoda tayanmang. Umid borliq har qanday baxtsizlik va o'ngishsizlikdan g'olib kelishdi qurol. Tabiatning go'zalligidan huzurlanish, yaxshi ko'rgan kishilar bilan suhbatda bo'lish, muayyan ishonch va e'tiqodga ega bo'lish, o'ngishsizlikdan umid va hayotdagi nishoningizni izlash sizga yangi ruh va aktiv kayfiyat ato qiladi. Bularning kasalning yaxshilanishida o'ynaydigan aktiv roli ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan. Shunga hargiz bo'shashmang, botirlarcha yashang. 2018 yili 7 may